O'z hududlarda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida daraxt ekish ishlari davom etmoqda. Ushbu jarayonlarda hududlarga mos manzarali va mevali daraxtlarni ko'paytirish, bog'lar barpo etish, yashil hududlarni manzarali butalar bilan birga turli gul ko'chatlari bilan bezatish ishlariga alohida urg'u berilyapti. Jizzax viloyatida ushbu xayrli tashabbus doirasidagi ishlar haqida muxbirimiz xabar qiladi. Jizzax viloyatida joriy yilning bahorgi mavsumida hududga mos 10 million tubdan oshiq ko'chatlar ekilib, ularni parvarishlash mas'ullar zimmasiga yuklatilgan. Ayni ko'klam mavsumida ham yashillikka qaratilgan harakatlar bilan Paxtakor tumanida ham ommaviy ishlar tashkil etildi. Bahorgi mavsumda 827 ming tub ko'chat ekishni reja qilgan Paxtakor tumanining o'zida shu kunga qadar 80 ming tubga yaqin daraxt nihollari ekib bo'lindi. Tumanga Baxmal va G'allorol o'rmon xo'jaliklarida parvarishlangan mahalliy ko'chatlar yetkazib kelinayotgani ham alohida ahamiyatga ega. Bugungi hasharga mingdan ortiq mutaxassislar va yoshlar jalb qilindi. Hududga bir necha yillardan beri sinovdan o'tgan va munosib topilgan manzarali katalpa, qayrag'och, klion, yapon saforasi, mevali o'rik va tut ko'chatlari ekilmoqda. Ularning cho'l sharoitida unuvchanligi yuqori. Mana ortiqcha shoxlarda hammasi butab tashlanadi. Nima sababdan? Ildiz yer osti qismi, yer usti qismi ekovlari balans holda o'simlik yashaydi. Mana shu kurtaklar mana shu yerlardan yashil barq chiqargandan keyin kerak ildiz o'zini tutib oladi. Mana mayda ildizlar ishga tushadi. Bular o'simlikni ta'minlagandan keyin o'zi keragicha navda chiqarib ketadi. Agar biz yangi holatda buni ekib qo'ysak, hatto suvni ko'llatib qo'yganimizda ham bu erta saratonda qurab qoladi. Sharof Rashidov tumanida ham 15 kilometr masofada yo'l chetlariga yashil belbog' sifatida 15 ming tubdan ziyod manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Bunda malakali agronomlar, yoshi ulug'lar va faol yoshlarning ishtiroki samarali bo'ldi. Joriy mavsumda ekishga tayyor yetarlicha ko'chat zaxirasi yaratilgan. Bunda viloyatdagi 6 ta o'rmon xo'jaliklari va shaxsiy tomorqa yer egalarining ham hissalari katta. Prezidentimizning o'rmon fondidan tashqarida daraxt va ko'chatlar ekish to'g'risidagi qarorida belgilab qo'yilganidek, bu ekinlar, bu daraxtlar ekilgandan keyin daraxtlarning parvarish qilinishi, sug'orish, oziqlantirish, begona o'tlardan tozalash, payxondan saqlash kabi uzluksiz olib boriladigan agrotexnik tadbirlar yerdan foydalanuvchilar zimmasiga yuklatiladi. Bu esa bugungi ekilayotgan daraxtlarning ko'karishini, unuvchanligini ta'minlashga kafolat bo'ladi. Tuproq va shamol eroziyasiga himoyachi bo'lgan bu yashil belbog' insoniyat uchun ham tabiat uchun ham birdek zarur. Albatta, bajarilayotgan bu kabi savobli amallarning mas'uliyatini har birimiz his etishimiz lozim. Siz axborot dasturi